Ağıylam bugün Gel işte nice kalgan tamızdan. ağıyla şu yakında kolumuza kısık kap şu. Vay adaşım. Hey ağıyla hey. Yaxshi Yaxshimisiz? Rahmon bomda. Toptiramni qarab boqay. Rahmonka, Dadur og'ingiz kelibdi. Kimni og'ingiz kelib, bir amal qilib ketkizib chiqing. Aka Rahmonka meni yo'q deb qo'ydi edi. Tamam. Adaş. Rahmon. Adaş. Uy, Dadur. Yaxshimi ağıylam? Yurak og'inam qachon keldi? Hozir kelishim Adaş. Kela, o'tir Adash, o'tir. Yaxshi kelding og'inam. Şu kelganmiz shular. Xo'sh, yaqin. Şu qo'limizga qisqa qo'yda izoh pul berib turib ketib kelgan. Voy, bu so'raveramsa bir qatim so'rasang, ikki qatim so'rasang, biz buni beriverdik. Ya sen xijilomiding. Ununi ko'ra ishdan birini deb takkir qilsang olmamdi deyman. Oyda 5-6 ming koy, 7-8 ming koy ala olaysan-ku. Nima ish qilsam bo'ladi Adaş? Pravo qilgan. Menda shu qila oladiganim shu, sen pravo chiqarib beraylik. Hozir pul yo'q menda. Bu pul to'g'riliq. Unda bo'lsa sen bir chetdan bizning maktabda ishlab, menga yordamlashga. Ma'qul. Bir chetdan pravo ol. Ma'qul Adaş. Men sana birinchi oylik maoshingni tutib olaman Adash. Gapingni. Buldu. Pravo mening buldu lekin. Pravo sening o'lida. Ha. Lekin pravoni olib bo'lgandan keyin boshqa yerda xizmat topamsa yoki men seni kolonga o'rlashtirib qo'yamdim. Yoki bir yuk tashiydigan yerga o'rlashtirib qo'yamdim. Qolgan ish qolgan pulni birinchi oylik maoshingni menga berib etmamsa, Ma'qul. menda yuraversang Adash, Allohlarning orasida yuzdan qolmaydi. Ma'qul. Bizga yo'llaysa, İşte Adaş, işte. ish ko'ribdi, 5 ko'ribdi degan turmushdan zerikmayman. İşlemizden pul berib turmayki abla. Hammasining oldida hozir ishonchli darajang tushib ketdi, jinim og'inam. Sen bekatala to'g'andan keyin, ishlamagandan keyin yeb yatsang tag'in to'shamaydi. Hech kim pulga sunmaydi senga. Buldu Adaş. Ama meldim şu işleş arzusu var. Vallahi bir telefon numarını depasan kesmem bir şey. Buldu, unda bo'lsa qara, masalanga seniki sepravang bor. Cho'ntib o'qsak bo'ladi. Bizda A1, A3, B2, C1, C2 deb pravlar chiqadi. Uning yondashim qilib, mana top ishtirish mashinasi, qo'laydigan mashina, moto mashina pravlarning hammasini biz haqsiz qaytib beryapmiz. İşte. Sen pravangni bo'lgandan keyin oshla rasmiyatlarni ilib, boshqa ish qilsang bo'ldi yoki mankab ishlab bersang bo'ldi. Bularga jinim Telefon numarını deprem melkide bir yolda ite. 13 59 13 70 13 59 13 70 Ündüdar kaçtasın buldu? 5 13 70 70 70 buldu. Ündüdar bilen telefon numaram o'xshash. Prava sanala, am şoparlama etiyor kilana. Unda bo'lsa, men bir qo'lliq rasmiyatni bijirib o'tay. Ma'qul, qo'sqimish shirkatni men qilalar. Rasmiy qo'sqimish 2 kun bo'ldi tamom. Juray.